Tarixi Andijon. Andijon lafzi asli Andigon bo'lsa kerak. Bu Forsistondan qo'shilgandir. Chunonchi Bandigon yoki Mardigon degandek Forsiyda gon lar o'rnida mardlar yoki ozodagon ozodalar degan so'zdek. Andigon andilar degan so'z. And turk urug'ining o'zbeklarini aytur. Bu ham forsiylar tarafidan aytilgan bo'lib, asli Andijon forsiylar, ya'ni eroniylar qo'liga o'tmasdan avval ham bor edi. Chunonchi tarixi Qutadg'u bilikda yozibdurki, O'g'izxonning Hindistonga yurganining zikrida aytur. O'g'izxon tamom lashkari mo'g'ullar ilan Talas va Saryom keldi. Toshkent va Samarqand va Buxoro podshohlari saf tortib urusha bilmaydilar. Ulug' shahar va mahkam qal'alarga berkindilar. O'g'izxon Toshkent va Saryomni o'zi qamab oldi. Turkiston va Andijonga o'g'lonlarini yubordi. Onlar 6 oyda Turkiston bilan Andijonni olib, atosi xizmatiga keldilar, deydur. Ya'ni O'g'izxon zamonida ham Andijon shahar ekan. Bu ism ila mashhur ekan. O'g'izxon Bo'quxonning 8-bobosidir. Ya'ni Bo'quxon Afrosiyobning mo'g'ulcha ismidir. Afrosiyob laqabi Farran Osiyo degan so'zdir. Farg'onani Afrosiyob bino qildi. Farg'onadan avval Qubo bino bo'ldi. Qubotning vaqtida. Ammoki Andijonning qaysi podshohning binosi ekanligiga mo'tamad tarix va ma'lumotimiz bo'lmagandan bu tarixlarga iktifo qilindi. Tarixi Qutadg'udan mustafod bo'lurki, Andijon 4000 yildan muqaddam, ya'ni O'g'izxon vaqtida shahar bo'lsa, andan avval ham obodon shahar ekan. O'g'izxon hazrati Nuh alayhissalomning 9-o'g'illaridir. Valhosilki, Andijon Farg'ona shaharlari ichinda eng avvalgi va qadimiydir. Andin Afrosiyob vaqtiga kelganda, Afrosiyob Turon podshohi bo'lib, Andijonni poytaxt qilib, Ko'nikdar shahridan goho Toshkent va Andijon kelur ekan. Ammoki afhohi nosta qariyalar so'zidirki, Andijon asli Odinajondir. Odinajon Afrosiyobning qizidirki, anga o'rda va bog' bino qilib berib, aning ismiga tasmiya qilib edi. Odinajonni tilda buzib, ag'loti avom ila Andijon qilgan deydurlar. Har bob bir eski shahar bo'lib, necha martaba buzilib, yana obod bo'lib, taboduli zamon va inqilobi ovon ilan tuzalib, buzilib, obod bo'lgan eski shahardir. Ammoki tarixi farishtada yozilibdurki, Umarshayx o'g'li Boburxon Andijonga 899-hijriyda 12 yoshida podshoh bo'ldi. Tarixi valodatiga shul tariqa nazm qilibdir. Nazm: Andar shashi muharram zot on shahi mukarram, tarixi mavlidash ham omad shashi muharram. Ma'nosi: Muharramning 6-sida o'shal shoh mukarram bo'ldi. Tug'ilish yili ham shashi muharram. Muharramning 6-si bo'ldi. Shashi muharramdan abjad bo'yicha Boburning tug'ilgan yili chiqadi. Ammoki Umarshayx Mirzo dushanba kuni 14-Muharram Ramazonda 899-hijriyda Kabutarxona tomidan yiqilib marhum o'ldilar. Bobur Mirzo ba ittifoqi Umaro podshoh bo'ldi. Ul vaqtda Axsiy podshohi Uzun Hasan podshoh edi, ammo Farg'onada Hasan Yaqub podshoh edi, deydur. 1030-hijriydagi zilzilada Axsikent buzilgan. Zilzilada Andijon ham buzilgan edi. Yana andin buyon Rossiya tasarrufiga o'tgandan so'ng tezroq obodlikka qadam qo'ygan ediki, 1316-hijriyda bo'lgan zilzila hammaning ma'lumidir. Anda yana zilzila bo'lib, buzilib,
Hukumatdan imdodlar bo'lib, avvalgidan necha daraja obod bo'lgan. Mundan avvalgi obodlikni bilmak bo'lgan kishi Boburnoma tarixini ko'rsa bo'lur. Yerlarining hosildorligi, sanoatlari hammasi Farg'ona bobida yozilib o'tdi. Takrorga hojat ko'rilmadi. Binobarin, so'zimiz tatvil etmay qanoat etdik.